Tennis bo'yicha Grand Slam musobaqalarining 24 karra g'olibi va rekordchisi Novak Djokovic Lionel Messi haqida. Men Messini Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bir restoranda uchratdim. U mendan tennis bo'yicha ma'lumot so'radi. Men unga iltimos, Messi buni so'rama. Men hech qanday ma'lumot bermayman dedim. Sen futbolni zabt etding. Endi tennisni ham zabt etmoqchimisan? Yo'q, futbol o'ynay qol. Men nafaqaga chiqqanimdan keyin tennis o'ynashing mumkin dedim. U esa kulib, men omadliman, chunki futbol oyoq bilan o'ynaladi, qo'l bilan emas dedi. Lekin rostini aytsam, men omadliroqman, chunki Leo tennischi bo'lmagan. Aks holda men hech qanday sovrin yuta olmas edim. U barcha davrlarning eng yaxshi futbolchisi. Men uning o'yinlarini tomosha qilishni juda yaxshi ko'raman.